Sizga uzr so'rash osonmi, qiyinmi? Ayoldanmi? Da. Yo'q, men uzr so'ramayman. Bu ma'noda uzr so'ramayman. O'zingizni qanaqa tutasiz? Arazlab olasiz, ketib olasiz, jahl qilasiz, indamaysiz. Как вы себя Ну, ведете? естественно, infantilizm boshlanadi. Qanaqa qilib? Ну, Arazlab olasiz, bo'ldi, shu arazlab olasiz. narsani aytib beramiz. Ну, конечно, arazlab olaman, boshqa nima qilaman? Arazlab Undan nima olasiz. kutasiz? Albatta, uni kattaroq bo'lishini kutasiz. Nima qilib arazlaysiz? Agar Birinchi qadam qo'ya olasiz. yo'q, agar urushib qoladigan bo'lsak, menga yaxshimisiz, assalomu alaykum demaguncha hech qachon yozmayman. Umrimda hech qachon yozmaganman. Kuni bilan yozmasa-chi? Haftalab yozmaydimmi? Kechir bo'ldi, jahlim chiqib turibdi deb qo'yishi qiyinmi sizga? Yo'q, men unaqa deya olmaganman hech qachon. Xotinimdan qo'rqaman, sondan ketib qolishdan qo'rqaman. To'g'ri, yomon ko'rib qolishdan. Mendan nafratlanib qolishdan qo'rqaman. Qo'rqaman kelishdan. Xotinimni yo'qotib qo'yishdan, mendan ketin ketsin. Mendan olib ketib qolishdan qo'rqaman. Men hech kim emas u. Hech kim emas. Havada gidilmez, güneşli günde gidilmez.